tavba qilaylik. Xudoga qayting. Xudo kutyapti sizni. Shuni yaxshi biling. Xudo kutyapti sizni. Noto'g'ri yo'llarda yuriyapsiz. Alloh aytayapti: "Fa aynada zahabun?" Ey bandalar, qayerga ketyapsan? Men bu tarafdaman u deyapti. Boring Xudoning huzuriga, Xudoning ostonasiga boshingizni uring. Hamma gunohlaringizni bo'yningizga olib tavba bilan boringchi, Xudo kechirmaslik. Xudo eski gunohlaringizni kechirish tugul, ana shu gunohlaringizni solih amallarga ham aylantirib qo'yadi. Qiyomatda hayron bo'lib turaverasiz nomay amalingizni ochib. Mana bu solih amallarni Parvardigor men qilmaganman. Bu haj, bu umra, bu yetimlarning kafilligi, bu shuncha uy qurish, boshqa shuncha miskinlikka taom berish, bu savoblarni men qilmaganman, Parvardigor deysiz qiyomatda. Xudo aytadi: "Tavba qilgan joying bor." Bir joyda Xudo uchun tavba qilib gunohlaringni to'xtatib, yangi odam bo'lgansan. O'zgargansan. Eski xiralarni tashlab, yangi odam, Xudoga xush keladigan odam bo'lgansan. Ana shu eski gunohlaringni men solih amallarga aylantirib qo'yganman. Alloh taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Tavba qilganda men eski gunohlarini yaxshiliklarga, savoblarga aylantirib